Yoddan nega qo'rqib qolishdi? Siz ham bolalikda maktabda har hafta instrument degan tabletka ichganmisiz? Eslaysizmi? O'sha bittagina kichkina tabletkada naqd 760 mikrogramm yod bo'lardi va bu oddiy profilaktika edi. Ammo hozir shifokorlar tarkibida atigi 150-200 mikrogramm yod bo'lgan dorilarni yozib berishga ham qo'rqishadi. Nima? Yod osmondan yog'yaptimi yoki hamma har kuni dengiz mahsulotlarini iste'mol qilyaptimi? Yod yetishmasa nima bo'ladi? Qalqonsimon bez uxlab qoladi va organizm energiyani tejash rejimiga o'tadi. Ko'pchilik ayollar oldimga aynan shu muammo bilan kelishadi. Ertalab o'rnimdan zo'rg'a turaman, yuzim, ko'zlarim shishib ketyapti, sochlarim tinimsiz to'kilyapti, vaznim esa aslo tushmayapti deyshadi. Aslida esa muammo oddiygina yod yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Qarang, tizim juda oddiy. Organizmga yod tushadi, qalqonsimon bez T4 gormonini yaratadi. T4 faol T3 gormoniga aylanadi. T3 hujayralarga energiya beradi va tanangiz me'yorida ishlay boshlaydi. Tana harorati, yurak urishi, kayfiyat va hazm tizimi hammasi shunga bog'liq. Albatta bunga oqsil, temir va selen ham kerak bo'ladi. Xo'sh, unda hamma yod ichishni boshlasinmi? To'xtang, men hamma ko'p miqdorda ichsin demayapman. Agar sizda AID bo'lsa, shifokorsiz yod ichish mumkin emas. Oldin jigar, hazm tizimi, vitaminlar va antitanalarni tekshirish kerak. Ammo yodni hech qanday asossiz, qo'rqinchli modda qilib ko'rsatish ham noto'g'ri. Kimdir aytgani uchun organizmingizga kerakli narsani taqiqlab qo'ymang. Sizga maktabda instrument berishganmi? Kommentariyada yozib qoldiring.